Assalomu alaykum, hurmatli arizachilar va tadbirkorlar. Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 738-sonli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, darmon axborot tizimida qilingan o'zgarishlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Buning uchun avvalgidek kabi O'zfarm Info o'z axborot tizimiga kiriladi va White через e-imzo orqali siz elektron raqamli imzoni tanlab, ushbu axborot tizimiga avtorizatsiyadan o'tib kirishingiz kerak bo'ladi. Axborot tizimiga kirilgandan so'ng, agar dori vositasiga ariza topshirmoqchi bo'lgan taqdiringizda, unda registratsiya LP bo'limiga, tibbiy buyum yoki tibbiy jihozni ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, tegishli bo'lgan razdellarga kirib ariza topshirishingiz mumkin bo'ladi. Dori vositasiga yangi ro'yxatga olish uchun, demak, registratsiya LP bo'limiga kirib, заявки на регистрацию лекарственных средств bo'limiga o'tasiz va Add Registration bo'limiga kirib, yangi ariza yaratish formasiga kirasiz. Unda siz savdo nomini tanlaysiz, guvohnoma egasi tanlanadi, ATX kod, uni ham mavjud spravishnikdan tanlanadi. Bu yerda правообладатель kimligi tanlanadi va valyuta kalkulyatsiya stoyimizda, demak, invoysda shakllanadigan valyuta tanlanadi. Производственная площадка maydonida esa ishlab chiqarish maydoni ishlab chiqaruvchiga mos ravishda tanlanadi. Help Gretsiya bizning holatimizda. Alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, ba'zi holatlarda ishlab chiqarish maydoni bir nechta bo'lishi mumkin, ularning ham imkoniyati mavjud. Bir nechta ishlab chiqaruvchi maydonni tanlash imkoniyati mavjud. Barcha kerakli maydonlar to'ldirilgandan so'ng, demak, arizaning keyingi qadamiga o'tiladi. Xarakteristika bo'limiga o'tgandan keyin лекарственные средства bo'limida siz dori vositangizni turini tanlaysiz. Eslatib o'tmoqchiman shu joyda, dori vositasining turiga qarab sizda invoice ham o'shanga qarab shakllanadi. Hozirgi yangi tartib bo'yicha, yangi press-kurant bo'yicha original dori vositasi uchun boshqa turdagi narx hisoblanadi, generik turdagi arizalar uchun boshqa turdagi narxlar hisoblanadi. Shu joyda e'tiborliroq bo'lishingizni so'rab qolamiz. Способ ведения, ya'ni bu qo'llash usuli. Основное фармакологические действия, область применения va условия хранения bo'limlarini o'zingizdagi yo'riqnomangizdan olib bu yerga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Лекарственный preparat bo'limida, demak, dori vositangizning sostavi haqida, ya'ni tarkibi haqida ma'lumotlar kiritiladi. Лекарственной formada tabletki, покрытые пленочной оболочкой, masalan, hop, bunda ob'yom bo'lmaydi tabletka bo'lganligi sababli. Agar eritmalar bo'lgan taqdirda, unda albatta ob'yom ham tanlanishi shart bo'ladi. Hop, dorining sostavi bo'yicha, demak, tarkibidagi moddalar kiritib chiqiladi. Avvalambor birinchi faol moddalar kiritib chiqilinadi. Deylik, bu yerda ambraksol. Hop, keyinchalik qo'shimcha yordamchi moddalar ham kiritiladi. Natriy xlor, masalan, voda для inyeksiya bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar hammasi sizning normativ hujjatlaringizda bor. Va ularning qiymatlari ko'rsatib chiqiladi. Milligram, masalan, bu yerda milligram yoki bo'lmasa yetarli, достаточное количество, yetarli darajada. Hop, 100 milligram bo'lishi mumkin faol moddaning miqdori. Bu esa 20 bo'lishi mumkin. 100 milligram bu doza. Hop, demak, bu bitta doza bo'yicha ma'lumotlarni kiritib chiqdik. Sizda bir nechta doza bo'lishi mumkin. 100 milligramdan tashqari 200, 500, 1000 va hokazo. Ularni biz mana tepadan qo'shish orqali yangi yaratishimiz mumkin yoki bo'lmasa, yana qulaylik maqsadida copy-paste bossak, xuddi shu ma'lumotlarni sizga ko'chirib beradi. Faqatgina bu yerda siz dozadagi ma'lumotlarni yangisini kiritib chiqishingiz kerak bo'ladi. Dorini tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar kiritib chiqilgandan so'ng keyingi qadamga o'tiladi, ya'ni bu dori qadoqlari to'g'risidagi ma'lumotlar bu yerda kiritiladi. Albatta ko'rsatish kerak, agar ikkilamchi qadoq bo'ladigan bo'lsa, u nimada bo'ladi? Kartonli korobka bo'ladi odatda.
bitta blister, har bitta blisterda 10 ta tabletka bor. Bir nechta qadoqlar bo'lishi mumkin. Bu yerda ham shunaqa imkoniyatimiz bor. Kopировать, ya'ni kopiya qilib turib, uni ko'chirib nusxa olib turib, bu yerda o'sha blisterlarning soni boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadoqda ikkita blister bo'lishi mumkin, 10 tadan. Xo'p. Bitta bu yerda yangilik aytib o'tmoqchiman. Hozirda mana bu yerda fayl degan joyi bor. Albatta, birlamchi va ikkilamchi qadoqlarning maketlarini bu yerga joylash majburiy qilib qo'yildi. Sababi normativ hujjati raqamlashtirilishi ko'zda tutilgan. Shu sababli ushbu maydondagi fayllar bo'limidagi ma'lumot biriktirish bu majburiy hisoblanadi. Upakovka qismini to'ldirib bo'lingandan so'ng keyingi qadami bu fayl bo'limiga o'tamiz. Bu yerda hozir fayl biriktirmaganim uchun qo'ymadi. Keyingi qadamga o'tamiz, faylga. Bitta narsaga e'tibor qilishingizni so'raymiz. Ikkilamchi va birlamchi qadoqlarni maketlarini yuklash majburiy qilingan. Shu sababli ikkilamchi qadoq to'g'risida fayl bo'limini bosgan holatda faqatgina JPG formatdagi bo'lgan fayllarni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi qadamga o'tiladi. Xo'p, bu yerda demak Vazirlar Mahkamasi 738-sonli qaroriga ko'ra fayllar, yangilangan fayllar mavjud. E'tiborliroq bo'lasiz. Yangi ilovaga ko'ra fayllar bu yerda kiritib chiqilgan. Siz har bitta turdagi fayllarni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ta'kidlab o'tmoqchiman, barcha fayllar majburiy hisoblanadi. Yangi ro'yxatdan olish davrida ro'yxatga keltirilgan 160 turdagi fayllarning barchasini kiritib chiqish kerak bo'ladi. Aks holda tizim keyingi qadamga o'tkazmaydi. Xo'p, bu razdelni to'ldirib bo'lingandan so'ng keyingi qadamga o'tiladi. Unda, demak, sizda dori vositangizga ishlatilgan har bitta modda bo'yicha qaysi farmakopeyada ekanligini ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda ustuvorlik O'zbekiston milliy farmakopeyasiga berilgan, ta'kidlab o'tmoqchiman. Agar O'zbekiston milliy farmakopeyasida mavjud bo'lmagan taqdirdagina boshqa farmakopeyani tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va har bitta moddani ishlab chiqarishni ko'rsatish majburiy hisoblanadi. Bunda yangi tartibga ko'ra, agar faol moddangizni ishlab chiqaruvchisi bir nechta bo'lsa, shunga ko'ra invoice shakllanadi. Ya'ni har bitta qo'shilgan API ishlab chiqaruvchilar uchun alohida pul hisoblanishini aytib o'tmoqchimiz. Va shundan so'ng arizangizni ko'rib olib, tekshirib olib, zaвершить tugmasini bosasiz. Xo'p, hurmatli arizachilar, bu ariza yaratish jarayoni edi. Endi bevosita ariza yaratilgandan keyin sizga ma'lumki, u namunalar haqidagi ma'lumotlar ham to'ldiriladi. Uning uchun siz registratsiya LP bo'limiga kirib, posilka formasiga kirasiz. Добавить tugmasini bosish orqali, demak, yaratilgan arizangizning raqamini tanlagan holatda dori vositasiga beriladigan namunalar haqidagi ma'lumotlarni kiritib chiqishingiz zarur bo'ladi. Buning uchun dori vositangizni seriya raqami kiritiladi. Uning amal qilish muddati kiritiladi. Nechta qadoqda olib kelayotganingiz ko'rsatiladi albatta. Xo'p, qadoqlar soni shtuk deb belgilangan. Va faylda shu qadoqqa tegishli bo'lgan ma'lumotlar yuklanadi, biriktiriladi va undan tashqari, demak, standartlar agar mavjud bo'lsa, standartlar to'ldiriladi. Agar ro'yxatda bo'lmagan taqdirda Drugin tanlangan holatda standart nomi kiritilib, uni seriyasi kiritilib, ma'lumotlar mos ravishda to'ldiriladi. Shundan so'ng buni siz saqlagan holatda namunalar haqidagi ma'lumotlarni qiladigan oxirgi qadam qilinadigan ishlardan shakllangan arizani instruksiya qismi to'ldiriladi. Ya'ni xabaringiz bor, hozir
yo'riqnoma, qo'llashga oid yo'riqnoma raqamlashtirilgan. Ushbu qismni ham to'ldirib chiqish majburiy hisoblanadi. Uni o'zbek va rus tilida majburiy hisoblanadi, ingliz tilida esa bu ixtiyoriy hisoblanadi. Ruscha, o'zbekcha tilidagi barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan keyin hozir saqlab bera olmayman, sababi bu to'ldirilmagan ma'lumotlar. Saqlagandan so'ng arizani отправить tugmasini bosib, elektron raqamli imzo bilan uni imzolab, shundan so'ng ariza yuboriladi. Xabaringiz bor, oldingi tartibga ko'ra ariza yuborilganda birlamchi ekspertizaga kelib tushardi. Birlamchi ekspertiza qilingandan so'ng, agar kamchiliklar bo'lmagan taqdirda sizlarga invoice taqdim qilinib, invoice orqali pul to'langandan keyin ekspertizaga chiqar edi. Yangi tartibga ko'ra esa sal boshqacharoq. Endi yangi tartibga ko'ra avval arizani yuborilgandan so'ng u oplata statusiga o'zgaradi. Bu statusda markaz xodimlari sizga invoice shakllantirib beradi. Invoice shakllantirilgandan so'ng avtomatik tarzda sizda invoice ko'rish mumkin bo'ladi. Buning uchun подтверждение kalkulyatsiya formasiga kirib, agar berilgan summaga rozi bo'lsangiz, accept tugmasini bosganingizda sizda hisoblangan summani va invoice-ni olib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, invoice orqali pul to'langandan so'ng markazga pul to'langanligi haqidagi ma'lumot kelib tushadi va ariza statusi avtomatik ravishda birlamchi ekspertizaga o'tadi.